Ben 1976 yıl 4. ayının 30. günü Torpan vilayetining Pichan mayasida dunyoga keldim. İsmim Ömür Bekali. 2006 yılı men o vatanimizdagi har xil besinlar sababidan, ezilishlar sababidan, tanqisliklar sababidan Qozog'istonga ko'chib ketgan. 2017 yıl 3. ayının 23. günü biz Xitoy hukumatidagi sayohat shirkatlarining taklifiga binoan Expo Astana munosabati bilan Urumchiga cho'ng bir yig'ilishga bordik. 2 kunlik yig'ilishni tugatib, bir kunlik ota-onamni ko'rib kelish sababi bilan Pichanga borgan vaqtimda 3 ayning 26 kuni sahar soat 10da 2 saqchi mashinasi 5 saqchi xodimi tushib, qonunsiz holda hech qanday qo'lida rasmiyatlar yo'q holatda bishimni qora xaltani kiydirib, kishallab majburiy qo'lga oldi. Onundan keyin naq shu kuni noma'lum bir doktorxonalarga olib ketildim deb o'ylayman. O'zimni beshimni qora xaltani qat'iy olmasdan bir askan 3 soat jarayonida mening butun organlarimni tekshirishni o'tkazdim nihoyat injiqlik bilan. Men boshqa narsa emas, shu yalang'ochlab turib, shu bellarimni, bo'raklarimni bir narsani tashlagan vaqtida qattiq qo'rqinimdan ishtimos sirkil tas qolgan. Chunki men bu Xitoy Falun Gongchilariniki organlarini shunday qonunsiz holatda ilib turayotgan ahvolidan xabardor bo'lg'achqa men qattiq azirgandim. Undan keyin meni shu Pichannoylik qamoqxonaga olib borib, butun kishanlab, u yerda 8 kun u yerda kamerada yotgan bo'ldim. Ondan keyin 4 ayning 3 kuni Qarmay shaharlik Jaranbuloq Saqchi dairəsinin yaras to'yiga akirib, u yerdami 4 keç kunduz eng vahshiy usullarda qiyin qisaqlarga uchragan bo'ldim. Ya'ni yo'lbos o'rinda o'tirib bog'lab qo'yish, hatto to'rislarga esib qo'yish, aeroplan uchishlaydi. Tamga esib turib, o'sha rezina kaltak bormi, yog'och kaltak bormi, tokliq kaltak bormi, bu anondan keyin o'sha tirnoqning ishchilariga mashalarga yig'nilarni sanjish bormi, eng vahshiy usulda isqib 4 keç kunduz ashna qiynidi. Aytdi kunda bir yo'lbos o'rinda bog'langan vaqtimda bir uxlash mumkinligim bor, bir 15 minut. Bu vaqt qat'iy uxlat qilib qo'ymaydi. Ashna holatda qiyin qisaqlarga ilib meni sen terrorchilikqa tashviqot qilgan, terrorchilarni tashkillagan, terrorchilarni qanot ostiga olgan degan uni mushkul 3 xil jinoyatni bo'ynimga ilishga majburlab mana shunday qiyin qisaqlarga oldi. Ondan keyin 4 ayning 7 kuni meni olib yana o'sha umumyuzlik organlarimni tekshirishdan o'tkazib, shu urg'a vaqtida mening yana bir diqqat qilgan narsam, mening esimda qolganim shu ichki a'zolarim qattiq zaxm o'chirmagan holatda, shu teri a'zolarimiz, go'shtlarimiz ashuna qattiq zaxm o'chirdi. Shaxsan mening hamda ichki a'zolarimga qattiq zaxm kelmadi. Lekin eng yaxshi o'sashni qiynaldim. Yana organlarni tekshirib akirgandan keyin bu Qarmay shaharlik shu chog'dagi dastlabki kampaga akirib meni bir putumdagi kishanni bir uchini karavatga bog'ladi, bir uchi putumda. Ashna holatda toki 4-ayning 7-sidan boshlab 7-ayning 16-kuniga qadar ashna bog'liq holatda yashashga majbur bo'ldim men. Kechkunda ashna bog'liq holatda na yuyinishga imkon bermaydi, na bir normal bir inson hayotida saf havoga chiqishga ruxsat bermaydi. Ashna holatda bir o'rinda shu 3 oy 10 kun ashna yetishga majbur bo'lganman. Shunchalik aniq esimda meniki. 7-ayning 16-kunidan keyin anadan hammamizning umumyuzlik shu putqulimizni shu yetkilarimiz zanjirlarda putqulgan holatda ashna zanjirlar bilan bog'lab tashladi. Bu bizning u yerdagi bu qo'riqlarni nima qanday yetkazishni o'zim bilmayman, lekin inson qalbidan chiqqan holatda u yerda na u sening so'zlash huquqing, na saf havodan nafaslanish, na bir normal hatto tualetda o'tirish, hatto normal tomoq yeyish hech qanday bir imkoniyating yo'q. inson degan narsa o'lsa inson emas, hayvonlardan battar holatda. Men 3 oy 10 kun bu baliq yotgandan boshqa yana 7 kilogram zanjirni so'rab yashash shunchalik eg'ir, shunchalik xo'rliq bo'ldiki, mening esimdan menga chiqmaydigan shu birga shu 3 oy 10 kun bog'langan holatim, birga bu zanjir 7 kilogram zanjirda yashgan holatim 4 oy.
indayin egri keldi. Onun ustiga men ne advokat chaqirish huquqim berilmedi, ne bu konsulxonalar aloqalash huquqi berilmedi, ne ota-onam bilan aloqalash huquqi, hech qanday huquq imtiyoz berilmedi. Bizning onun ichida o'sha bir tal momi bilan, guruch suvi bilan, hatto shu karab suvlari bilan eng nachar yemeklarni ashula yemek oziqlanishga majbur bo'ldik. Ondan keyin har kun shu siyosiy naqshlarni to'g'lashga, shu siyosiy ilishqilishlar shu ayog'i tugamaydigan bir shu qizil naqsh siyosatini o'ynash va yatlashga majburlanib, vaqtni ashula o'tkazish orqali bu yerdagi bizning 16 yoshdan va 40 yoshgacha bo'lgan insonlarniki har haftada bir kameradan 35-40 inson yashagan bir kamerada 7 yoki 8, ba'zida hatto 10 ashula insonlar yoshlar yo'qab g'oyib bo'lib turadi. Ularning nega kelgan hozirga qadar hech kim bilmaymiz. Her kamerada şu 35'ten 40 insan var. Bu asli kanun bo'yicha, ularning qonuni bo'yicha 12 inson yashash tegishli bo'lgan bir kamerada, bu tar kamerada şu 35'ten 40 bo'lgan inson ashuna yotimiz. Tutqunimiz o zanjirlar qat'iy elinmaydi. Kiyimlarni biz ololmaymiz. Ashuna holatda yunishmi mumkinchiligimiz yo'q. Shunchalik bir ish qilib bir hayotda yashadik. Onun u yerdagi bizni tarbiyalash uchun emas, bizni eng vahshiy usulda o'ldirish uchun kirgan deb o'yladim men. Shunchalik qarshilik qildimki, men ta boshdan tutilib oxiriga qadar to'xtamay qarshilik qildim. Uning ichida naq bizning yenimizdagi kameradan Yunus Abdulaziz degan kishi qattiq qiyin-qistoq sababidan o'lib, o'ziga olib ketildi. Yunus Abdulaziz. Yana birisi va Qarmay shahar soqchilarining muavin soqchi idora boshlig'i Yo'lvas ismli bir soqchining men esimda shunchalik qolibdi, ojisnikimi, tag'sinimi, ojisning bolasi bo'lish kerak. Hammasiniki ash bolasi 26 yosh. Ismini unutib qoldim o enimizning. Ashu bola uni shu qiyoqda urib o'ldirilgandan keyin bizda bir oy hech qanday savol so'roq, hech qanday shu jim ketib ketgan. Chunki bir soqchi idorasining bolasini urib o'ldirib qo'ygandan keyin bir ishlar voqealar bo'lamdi, nima bo'ladi, nima emas, ish qilib shunday to'xtab ketdi. Keyin meniki ayolim Qozog'iston Sog'liqni saqlash ministrliklariga, UNga arz qilish hamda axborotlarga deyish orqali mendagi bir Qozog'iston fuqarosining begunoh holatda qo'lga ilinib, ana shunda g'oyib bo'lib ketishimni izlash so'rag'imni qilishda sababidan hamda shu Turpandagi anam Aminxon Sodiq bilan singlim Adila Bakri bu Qozog'iston konsulxonasiga, ya'ni Urumchidagi Qozog'iston konsulxonasiga berib, meni surishtirim qilishi, bu ikki taraflab surishtirim qilingandan keyin bizning Beijingda bir konsulxonadan bir odam, Urum konsulxonasidan bir odam, ikki odam kelib, maxsus meni Qarmay shahriga shu lagerga kelib izlaydi meni. O chaqda meni putqulimda kishini butunlay olib tashlaydi. Men mushta chiqib ko'rishaman, sizlar nima uchun mendek bir Qozog'iston vatandoshini mushta holatda zulm qilasizlar? Mening nima jinoyatim mushta zulm qilasizlar? Men bu zot idam o'tmay mushtadan ko'rishaman desam, qat'iy uning ko'rishmayman desam, mushta qaliva ko'rishtirmaymiz. Xolisam mana chiqarib o'tib seni normal holatda bilan qo'limizga kishini desa, bilan chiqdi. Ashta ko'rishsan degan ekan, men nima qilasam bir ko'rishay. Zodi bularga men bir bildiraymish hayotligimni deb shu maqsadda 7-oyning oxirlari bo'lish kerak, esimda qolishcha shu issiq vaqtlari. Shu chaqda ular keldi, ikkisi kelib ko'rishdik. Ularning odamidan 10 necha odam bor. Bizning konsulxonaga kelgan 2 odam bor. Shuningga 7-8 10 dak insonlar biz atrofimizda qorshab o'tirdi. Faqat meni huquqimni tushuntirib qo'yib ketdi bular. Boshqa hech nima so'rayapmidi. Ya'ni seni majbur emgakka solanmaydi, seni osh qo'ymaydi, tamoqlantirdi, og'rib qolsang davolaydi. Agar sen sotilib ketgan ahvol ostida bizning jinoyatchilarni almashtirish degan qonun nizomlarimiz va shu bo'yicha sizni Qozog'istonga qaytarib olib ketalaymiz degan shu huquqlarni so'zlab qo'yildi ekan. Men tamam bo'pti dedim. Shuni oxirida men chiqib ketaman deb o'ylasam, hech qanday jinoyatim bo'lmagan ekan. Ular yana orqaga surib, hatto 11-oyning 4-kuni ikkinchi xil lagerga yo'tkizdi. Ya'ni ma ashaddiy zanjirlik insonlarning hammasi mana shu Yahudilar lagerdan chiqqanda yog'ochda halok bo'lib qolgan, o'rg'lab ketgan, ashunda og'riqliq bo'lsa yo'kab aytib ketadigan insonlar g'oyib bo'lgan yerdan yana bir atalmış ikkinchi bir xil lagerga yo'tkazdik. O lagerdimi onun bilaman. O lagerniki o'rni Qarmay shaharlik mashina nimasini o'tkazish, boshda servisini o'tkazadigan bir nimaniki, ana yana birisi yanada Xitoylarning o'zlarining jasad ko'ydirish o'rniki yanada.
atalmış o burunqi vaqt tutib turish o'rni bo'lib, Qaramaşlar vaqt tutib turish o'rni, onun adresini men internetdan topib ko'rsatib beralayman. Onu internetdan ko'kildim, ko'rdim. Bu aşağıdan ötkedi. Şu yer vaqtımda men kirgan rayon B rayon. Yani bu 3 rayonga bo'linib bir kamp ekan, lager ekan. Yani A, B, C, D mi yo'q bu demi A, B, C bo'lish kerak. Aslında demek ötkeldik. Dastlabki bir haftada tamoqqa 2000 dak odam birga chiqdik. Bir rayondagi qolgan nimalar chiqmadi. A, B, C rayoni. Biz bergilar işte o'pchi tamoq chiqdik bir hafta. O'pchi bayroq chiqarish chiqdik ataganda. Keyin nima ish bo'ldi? Bular qattiq birishni qo'rqdimi? Adam muhofazatni qattiq kuchaytirdi. Hamda bu bizni qattiq chiqishni qilib, bir raqlam shu o'yinning ichiga qamaldik. Ya'ni asli qonun bo'yicha yana bir 14 ya 16 kishi patadigan 22 kvadratlik uyga 45 dan 50 kishi insonni ashna majbur ashna yatadigan bo'ldik. O sish mashinasidan tamoq yeyish mashinasi hamma shuning ichida o inson ruhoniy tarafdan, psixologiya tarafdan bu bisim qism qat'iy onun ichida to'xtamaydi. O'zining tilida asla so'zlashamaysiz, hech qanday imtiyoz berilmaydi, sizga har xil dorilarni beradi. A kompaniya ichidami sizning har oyda qanagandek mayaqtimi qanaladi, noma'lum dorilarni yegizadi. Ba'zi odam badanlarida har xil o'zgarishlar bo'lgan, bir xil o'smalar chiqqan insonlarni o'tkab olib chiqib ketadi. O'tgan yuqorida degandeklam yana shu 16 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan insonlar yana o'xshash g'oyib bo'lib turdi. Onun içindeki men yatqan insanlardan men bildiğim advokat Ataullah Qarmay şəhərlik qidirib təkşiriş, yəni Kantan NGO-su degan işləyən bir Ataullah advokat bir qardaşımız var. İkinci oturda Uyğur məktəbinin o'qituvchisi bo'lgan Tahir muallim degan kishi bor. Bu Qarmay şəhərlik qatnash idorasındagi shopiri ismini unutib qoldim. Ish qilib men o Qarmaydan yo'llangan nurg'un hatto millioner savdogarlar va kadrlar va xizmatchilar va ularning hech qanday bir gunohi bo'lmasmi o'shaga majbur ashna akriklik ularning deyishida har xil asabiy ideya ular yuqumlangan terrorlik qilmoqchi bo'lgan va hokazolar ish qilib ularniki nimasini chetga chiqqanlar o'zining deyishisi 26 xil cheklangan davlatga chiqqanlar pasport ishlaganlar zar bir pasport ishlab chetga ko'rib boqay deb o'ylaganlar har qanday bir inson uning ichiga ular Sharq Turkistonda tug'ilgan har bir Uyg'ur va qozoqlar o'xshash ana shunday kunlarni kechirdim va ko'rdim. 16 yoshdan 60-70 yoshga bo'lgan insonlar bilan yashadim mashina ichida. Men orada oldi keyin uning ichida bir 4-5 kameraga almashtirildim. Hatto o'zim yolg'iz kichik kamerada bir oylab qoldim. Hech qanday inson yo'q, 6 kvadrat keladigan kamera u. Onun için de qo'llaqlar bizni o'sha qilish xohlamagan narsani hammani qo'yg'izganda uni hammamiz qarshi qilib 40 necha odam bir kun ochqini vaqtlarimiz bor. O açlık olmayla insan bo'lgan bir ruhoniy besim madaniy ziyod ig'rir insonlikdan chiqarish ularning maqsadi boshqa emas. Bizni faqat o'ldirib tugutish maqsad qilgan deb o'yladik. Ben şu an daim onun için oylaydım. Hayat çıkarsam çokum bu narsani to'xtatishga bu men BDTgacha borman. Men BDT intan kuchli bir organ, butkul xalqaroliklar ham shuni bo'ysunadi deb shunchalik o'ylaydim. Lekin unda o'ylaganimdek bo'lmay qoldi. Ish qilib uning ichida insonlar kulgim keladi. Bizdek begona insonlarni Xitoy tili, O'rus tili Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, 6 xil til biladigan bir insonlarni uni chaqirib tarbiyalash qildik. Normal ularni tarbiyalashga ehtiyoji va deyishlari, xizmat o'g'itish uchun kasb o'rgatdik deyishlari. Mendek bir shirkatning muavin direktor bo'lgan bir insonning hech qanday bir til o'rganishga va yoki bir kasb ehtiyojim yo'qdi meniki. Hatto mening akam bir millioner savdogar tijoratchisi o'zi atalmış bizning Şinjan Universitetining qonun fakültetini putlagan Abdurahmon Bakri deb. O akamning belini hozir meyib qilib tashlab chiqarib qo'ydi kompaniya sartida hozir kompaniya sartida. Mening mush da'vo milliy mush kurashda
hürlik uchun, adalat uchun, lagerlarni taqtish uchun qilayotgan kurashlarning natijasida ular hozircha hayot onamnimi, singillarimnimi ashuncha kirib zulmlarni ko'rsatdi. Vaqtida mening otamnimi 2018-yil 4-oyning 24-kuni qo'lga ilib, shu o'lim lagerlarida 9-oyning 9-oyning 18-kuni esimda bor, ayolim Turkiyaga borib turgan vaqtida bizning Sharq Turkiston Pichan noyasida o'ltirib tashlanib, shu lagerda vahshiylarcha o'ltirib tashlandi, qiyin qistaqlarga ilinib. Mening bu kurashga atlanib hurligimiz uchun, shu o'limlarni taqtishim uchun qilgan kurashlarimning sababidan lagerlarda o'ltirib tashlandi. Men onun ichida shu chog'da his qilganman. Onun uchun cho'qim bular cho'ng bir tadqiqot qilyapti. Ya'ni Xitoylar o'zlari ishlagan 731-lager kinosi bor, yaploqlarga qarshi ishlagan, yaploqlarning vaqtida zarfan qilib ishlagan. Naq shunga o'xshash biznikida shuning ichida insonlarniki men kuzatishimdami shu badallarga xabar chiqib qolgan yoki o'sma chiqib qolgan normal insonlar, hatto ba'zining böreklar shu qon siyayotgan bo'lsa-mu, böreklar chirishga boshlab ashlarni davolamay ana shunda holat xo'lanishlarimiz, o'lgan insonlarning ashlar achib ketishlari. Men oxir qatam shu chiqadigan bir 4-5 kun qolgan vaqtida Tahir Malinning kishini zambilga o'tirib achib ketgan, uni qanday o'ldimi, hayotmi, tirikmi uni bilmayman. Nurg'un insonlar bor. Onun ichida uni har xil bir ximiyaviy qurol tadqiq qilyapti deb men buni amerikaliklarga yetkazgan, muxbirlarga, tasiyasiyonlarga shu ziyoratlar jarayonida. Men dastlabda buni Qozog'istonda deganligim uchun mening o'zimning hayotim, oilamning hayoti kapolatga ega bo'lgan ya bo'lmagandan keyin Turkiyaga chiqqanda ham Yevropaga kelganda maxsus ayrim ko'rishmalarda bu to'liq men so'zladim, ammo hech kim e'lon qilmadi. Oxirgi paytlarda xalqarodagi insonlar va hukumatlar ko'rgandek inson mana hozir bu Xitoy bakteriya urushini qo'zg'ab, hozirgi xalqaro variasiyaga keltirdi. Uning ichida menimcha asla bu bizning organlar elish emas, bizni butunlay qirish maqsadida qurgan narsa deb o'ylayman. Chunki u yerda sizning millatingizga qaramaydi. Sharq Turkiston to'lgan har qanday Uyg'ur va Qozoq, O'zbek, Tatar, musulmon va yoki o'zlarining xristian, ular diningizga qaramaydi. Millatingizga qaramaydi. Sharq Turkistonning zamin egalari bo'lgan insonlar har qanday zoti Xitoy uchun bir dushman hisoblanib, ular bizni qirish maqsadida qurilgan bir lagerlar, o'lim lagerlari deb o'ylayman. Bu biz hech qachon bu to'liq bir bog'lamagan zanjirlarni bog'ladi deb muxbirlar so'zlab yurmadik. Tatmagan zulmlarni biz tatdik deb yolg'on so'zgan insonning ko'zidan chiqib turdi. Bizning o'sha ko'z yoshlarimiz, ahvozlarimiz buning hammasiga isbot bo'ladi deb o'ylayman. Mening shaxsan meniki o'zimning oilam tarafdan oilalardan o'gay o'g'lim bor, kelinim bor, qiynining ayoli, ballari 16 yoshlik, 17 yoshlik, 18 yosh bolalar. Hozir ularning hayotmi, tirikmi, nada, qanday kunlarni ko'rdi, nimalar bo'ldi, hech qanday bir xabar yo'q. Agar bu Xitoy hukumatı shu normal bir tarbiyalash maktablari bo'lgan bo'lsa, shunday bir 21-asrlik vaqtda hech qanday bir insonniki oila tabiatlaridan ayirib, farzandlarini ota-onalaridan ayirib, bundaq eng vahshiyona holatda vayronchilik uchratmagan bo'ladi bizlarni. Mening 8 oy ashturim lagerlarda yetishganimda mening ota-onam va yoki oilam hech qanday xabarimni olmagan. Tirikkan, borkan, falon yerda ekan degan narsa hech qanday informatsiya berilmagan. Men chiqqandan keyin mening ovozimni olib tushishimni umuman deb ishonmay qolgan. Hatto meni ko'rganda yig'lab men yo'lma mang'anmay qolgan. Lagerdan chiqqan vaqtimda bir yarim soat, 1 soat yaqin shu tamtirlib o'zim mo'ralab ketganlik kuch qudrat yo'q. Shunchalik qiynalgan, oxiri salomni edishga kun to'dim qarmaydi. Ya'ni 2017-yil 11-oyning 24-kuni men o'lim lageridan qutulib chiqdim. Meni to'xtamay qarishlik qilishim, to'xtamay vaqirishim, to'xtamay kuni bilan men meni qo'yib o'tinglar, men gunohsiz, yo meni sotlanglar yoki itib tashlanglar. Bo'lmasa men bu yerda yotmayman deb to'xtamay qarishlik qilishimning sababidan men bilan qator yataqtashlarim jazoga uchirdi. Shaxsan men o'zim 5 xil jazoni ichidan 4 xil jazoga uchirdim. Birinchi xil jazo qo'llanilgani. Shu 3-4 saqchi ağaç urgandan keyin tomga qarab 24 soat turib o'tadi. Bu birinchi jazo. Ikkinchi jazo yo'lbos o'rindiqqa bog'lanib, uni 24 soat shu toza rezinkadan toza ağaç tayoq yeb qo'ygandan keyin
yo'lbos o'rindiq bag'lab o'ltirilmiz. 3-chi jazo yalg'iz kamerada ash qusaq 24 soat uni yerga yetishga majbursiz. 4-chi jazo qish kuni bo'lsa yalang'och kaltishtaningiz bilan muzning ustida turishga majbursiz. Yalang'och jag'jag muzning ustida. Yoz kuni bo'lsa vijg'im issiqda beton ostida ashtada turishga majbursiz. Aylanib ketamsan, yiqilib ketamsan, o'lib ketamsan, chataq yo'q. 5-chi jazo uni men uchrab baxmadim. Bu eng vahshiysi mana shu turmalarga o'shunda isib tashlab, o'sha kaysa suvga onun yatqan balla onu depedi. Onun için talalarını o'liklarni ko'tarib chiqayotganliklari, nayt yushrun holatda ularimizni shivirlab qo'ygan ahvollar bor. Mening u yerdagi o besimning sababidan nurg'unlarning ism familari ism deb bo'lsa men yatlab olgan, yozib olgan nurg'un ismlar bor. 200-300 ga yaqin bolalarning ism familari. Ularni men telefonlarimni chiqilib ketish sababidan hatto hakkerlik hujumlar sababidan telefonlarimni ishlatmayman qilib qo'yib nurg'un narsalar yo'qolib ketdi hozir. Shuni bo'lgan ahvol shundoq. 2017-yil 11-24-kuni men yerdan chiqdim, hayot chiqardim. Yerdan sonimni idishga kun qo'ndim. Azroq mag'dur kirgandan keyin turpag'a berib onun içinde lagerga men kirganda sirtida o'zining xizmat binolari, xizmat binolarining ichida sol tarafga kirgandan keyin mening esimda va 3 qatim o yerda birinchi nima lagerda 3 qatim o'rib kelganligim uchun bu unda koridor ikki tarafga ketadi bu o'yla shundoq mening esimda qilishcha. Chunki sharaq inson menga vaqtida shu nimalarniki nimqalliqlarni va ko'zning nimasini qo'ydim ko'gil bo'ladi. Pas o'shib qarab menga vaqtida. Birinchi chiqdimda kirgan vaqtida 109-uyga 108 109 209 men dastlabkisida 209-yilda men kameraga kirdim. Kirsam 35 tek bola var ekan. Hammasininki putida kishan onun arasida 7 bola shu supuq bog'liqlikdan shu qatorda meni supuqqa bog'ladi. Bu kameralarning cho'nlig'i shu 5-dagi latin ag'a vaqtida mening esim qilishi 3 metrda 6 metr bo'lish kerak. 18 kvadratli atrofida bo'lish kerak. Egizligi 4 metr. Chunki o derazaga yamash qilinmaydi. Chunki derazadan shu qurolliq saqchilari qattiq ko'z tutib turdi. Bizniki o qarshi qanday vaqtda qarshi qilamiz deganda birinchi saviyada bizni shu cho'shib yeyish majbur bo'lganda va yoki shu qizil naqshni yodlash majbur bo'lganda va yoki bizning huquqlarimizni bir bermay hech qanday bir imtiyoz bermay qolgan vaqtlarda ochliqlar qiynagan vaqtlarda ashna vaqtlarda biz qarshi qilsak men yuqorida o'tgan 5 xil jazoga shu majburiy qurolliq saqchi qismidan kirib hammamizni shunday mukchaytib o'tib turib kim başlamışlıqımızda şunu açıqıb men talay birinci olub meni açıq mashina jazolarga uchrab ketdim. Chunki men qaraq chatdalik bo'lganligim uchun onun orasida men shu tutqunlarga qarshi qilib qilgan bu ahvollarga agar qarmaydi men bilayotganlar bo'lsa cho'qim bundan keyin xabar topadi.
Asosiyatdan buni shu saqchilar qurolli saqchi qismiga topshirdi. Ular ijro qiladi bu jazolarni. Andan keyin bu ichida bizdagi ish qilib doktorlar, holat kelgan doktorlar kiradi. Odatda eng azida 3 odam keladi bular. Qanagandimi biz mush qo'limiz misol chiqarib bilan beramiz. Ishni bunda herdanda nimasi bor? Ashaddan qo'lni misol chiqarib beramiz. Shu vaqtda qanchalik qon oldi, ish qilib odatda qon deganda bunda biz aslida yetadigan qon endi uni qilib uzun turimiz bu 15-20 minutda turimiz u qonni qilgan vaqtidami oydiroqda mashina qon oladi. Dorilarni bergan vaqtida ashto shitni qo'lga berib ash qarab turdi, nimasini echib. Cho'qib yutsan deb. Ba'zilariga yo'g'on dori berdi, ba'zilariga kichik dorilarni berdi. Uni u doridan cho'qib yeyishga majbur. Ashna holatda. Hatto men shu hoshimni ketgan vaqtimda bir qatim tomoqdan bizning vasiyatni bir lagerdagi bizni endi bir qatorlarni vaqirish nim qilgan vaqtida o'sha bombada aylanib ketdi, hujdan ketdi deb. Hatto bizning kamerada men ashna hoshimni ketgan. Shu vaqtda boshqa bir dorini birini berib yigizib ketganmishlar menga. Yo'g'on dori deydi, vallahi. Ash meshalarni qilib ash dorini yigizibsam hoshimga kelding deb. Keyin ularning deyişi vasilar qapib ma'lumotlar yemeklikten atroflarını yani zehirlenip siler demeklikler o işini tüketti. Çünkü bizni hech qanday arz qildigan, bizning huquqimiz qolgan birisi bo'lmagan ekan. Shu bir og'iz gaplarni tugadi. Amaliyotda bagani o deganning suyi qap qara suv bir tal o'rnan. Undan nimalar zehirlandi inson? Uni bu inson cho'qim başta bir xil dorilarni qo'shmasa, bekodam bu degan suydan adam zehirlananda. Bir adam yoki adam energiya zehirlangan desakmi? Amaliyot undaq bo'lmasdan nurg'un inson uning ichidagi bir 40% insonning hammasi ashta qattiq zaharlanganligi aniq shu chog'da. Shu chog'da esimni qilish 6-chi mezgillar bo'lish kerak. Yoz kunida u ashna aylanib ketgan. Bu bunda ahvollar bakchiq. Andan keyin o'tkigan yadimi? Men yatqi dastlak bag'inimdikisida shuna xato bo'lsa, keyin bag'inim ABC uzun Asımı, BS'mi manasiga dedi. İş qilib aşında 3 rayonluq nima deb ko'rdik. Teşekkür açık qavaqlardan ko'rsak, aşında T şekillik, ter yarib şekillik o kampa. Onundan shu ikki burishda Potayda askarlar va yuqori qismi to'klar qo'rshalgan aşında holatda. Meni bu Elçixon kelgandimi 2 soatcha yashalab chiqib ko'rishtirgan o'zining nimalarda 546 na shu nimani ish oldi. Az qolgan ashdan chiqib ko'rishtirgan. Keyingisidimi saqchilar o'zlari kelib umr 24-kuni. Bularni qo'lida va hujjat qog'ozda men ama ikkinchi lagerga apagan vaqtida men birinchisida adadin ziyoda yomon sat o'g'ildab ketib kuchsiz bo'lganligim uchun menga sal endi o'zi bo'sharoq deb o'ylab o'zlaricha mening o'yimni bilmayman deb ish qilib ikkinchilarga akilib salpal nim qildim yo shuning o'zidimi sharoit va besim o'xshash bo'lganligi uchun yana o'xshashlar mashina qiynalib aslimga kelinmay oxirida undan umr 24-kuni ikki soatchi kelib uqtadi sen chiqdi Qozog'iston qaytadigan bo'lding sen hech qanday gunoh jinoyating yo'q ekan deb shundan yerdan chiqqan bo'ldik kechida uni tushungi soat 7lar bilan o'chadi shu 7 ism qilish 7 qish kuni vaqti tezda qarong'i tushdi. Shu 7 qarong'i tushib bo'lganda sanam uyga olib qo'ydi. Bunda masan sen yana tutib bir ishlar bo'ladi sen teshaman olib qo'yil deb o'zining gapicha ham sen qalam qan so'zlamay tezroq Qozog'istonga chiqat, ta'zirli chiqat bo'lsa deb. Silq qilashda ta'tilni qilib qo'ydi. Keyin vizini Mo'njiga o'zlari chaqirtib 320 yuan pulimni elib yana vizini 15 kunlik vizini berib menga shu chaqda dedi sen seni shu naqshlar qo'yibdi arz qilsam aqidi ammo sen bu yerda o'yla otanang qarindoshlaring hammasi mishar ekan sendan boshqa oilangni tuqqanlaring mishar ekan sen eng yaxshisi techaman chiqarsang shu yaxshi sen o'zing tirik qolganingga shukr qilib chiqishing kerak degan tahdidni bergan qizbola Xitoy soqchi qizbola Wang Xiaomi degan qizbola esimda shunday aniq bor sen o'zingni bilib chiqarsang yaxshi bo'lmasa sen to'lam desang buna pul desang qaramaydi pul yo'q ammo eng yaxshisi sen o'zingni bilib o'sha vizani olib chiqatgan yaxshiroq deb o qiz bolashni qilib tahdid qilib vizani qo'ydi shuni bilan men 2 kun so'ng uyda bo'lgandan keyin ota-onam 26-yilda kechdi
26 yaşla keçdim, 27 yaşla atıyordum, düştüm. Düşüp 11. ayınki. 12. ayının 3. günü anamnikin. Atanam bu ahlan hemen dep, men Beijing'e barma ata. Mesela ismi kevlip Beijing'e berip men çokum bulanı bir arz kılışın kirip Beijing'de bunun habersiz, Xi Jinping bundan habersiz dep oylap diken. Emlet bu buyruqni Xi Jinping'den keliş arqılıq men yuqurdan. Bunda icra qılıp atqalan mening haberim yo'q. Bu tüvende bu qatqaşdan anlaşqanda haber bu nima degan nahaçlıq bu insanlar mundaq uzunun bulandı ata desem atamı bir öz siyasi xizmatda ishlab pensiyaga chiqqan bir inson hukumatda shuningdan balam qo'l ichiga egiladi sen eng yaxshisi shu Qozog'istonga chiqib Roshangal bu UNga bosh urgan shuningga sen shu UNga yetkazib uni andan keyin qilsang bu to'xtatqil bo'ldi balam bo'lmasa uni Beijingga to'xtatolmaysan deb ular o'zi xatar kelganini biladi bilsimi anam va atam dedi biz yashab bo'ldik balam bu qitam o'xshamaydi sen cho'qim buni yetkazib bizning bu nimamiz yetkazgan balam sen bu naqshlar men o'zim naqshlar demaydigan bola shu sababdan oxirida bu bizniki bu ezilishimiz qirg'inchiliklarimizni to'sash uchun hurlik uchun men chiqqandan keyin o'zim ozroq damirlab bilan 12-ayniki tamojlik chagini kechnaga qo'shib qo'yay tamojlik kelgan vaqtimda atgan soat 9 kirib bo'lgan ichilishi qilib tushdiga soat 3gacha yana butunlay ashna savol so'roqni ostiga oldi nima sababdan nima qilding nima deyapsan nima ish bo'ldi hamda o'zing mana ko'rding kattani qismisan undaq qilmasan undaq qilmasan yani kirishganni o'ylama ruhni qilingni o'ylama shu hayotga shukur qilib chiqib ketsan deb tahdidlarni qilib oxiri 9 soat ashna so'roq ostiga ilib tamoq suv ishnimi yo'q ashna holatda undan chiqqandan keyin Qozog'istonga keldim edim bir hafta kundek dayangan bo'ldim o'zim butun sansan chiqib bilan 3-kuni operatsiyaga tushdim o'sha mishallarim yerda ketibdi men ketay deb qopti ekan yerini to'shib bulanmay beshim qattiq og'rib bo'lmadi doktor basamdan darhol operatsiya qilmoqman deb bizni davolanish yaxshi operatsiya qildi davolandim anamnikin Azadlik radiosi degan radioga Amerikaniki Qozog'istonda turishliq ular 2017 12-27 kuni ular ziyoratini qabul qilgan bo'ldim ular tafsili bu narsalarni tushuntirib degandan keyin biz shu chaqda qozoq vatandoshlardan men yolg'izman deb o'ylab ekanman amaliyotda yomon chiqqan shuni bu qarsam bizning autoritetniki tashkilotniki keldi Umar aka shunday bir tashviqot ishlarimizni bir yordam qilsangiz siz endi buni so'zlab berdingiz bizni xalqimizni bir uyg'otib ashlarni qutuldiradigan bir harakat qilsak deb gap yo'q dedim shunga tashkilotga berib chiroyli qarindoshlarga so'zlabsizlar mening ayolimni mana shu konsulxona oldiga berib sirtqi ministri xat yozib o'sha muxbirlarga so'zlab qutuldirib ochqolidi shunday qilmasanglar bu Xitoy axborotdan qo'rquvda o'zini to'sib ishlab ketishdan faqat shu orqali qo'g'day olasizlar deb atu tashkilotga shu qadar tutilib ketganlarga idiviy xizmat ishlagan bo'ldi keyin 3-ayning 4-kuni Amerikaniki birinchi ayning oxirida Oqshul chehra xonim Arkadiy Restorasini o'z ziyorat qilgan bo'ldi keyin Kanadadagi Ruqiya Tordosh xonimni tanishtirish bilan Amerika Birlashgan Axborot agentliginiki Jerry man xabarlashgan bo'ldi u shu vaqtida Beijingda turib man xabarlashibdi men telefon nomerim Beijingniki o'zim Xitoy ammo Koreysda Xitoy dedim men shunday Beijingda turib xabarlashyapman deb sen bunda qilsang meni nima uchun men o'limligini o'ylamaysan aylandiklasan desam nima bo'ldi sen bu vasifni chiqqaningni sen anglab turdi Xitoy buni uyinga qarabdi desam unimay 4 kun o'tmaylam singlimni 5 kun o'tmaylar anamni shu muxbir telefon olgandan boshlab tutishga boshladi bildirilib shuning bilan men dedim mana ko'rdingmi biroq baribir bo'lgan bo'ladi biroq kelamdi paranglashili masalan butunlay beraman u sen so'zlashgan boshlab masalan degan buni sen ishlamiding desam men xapimma dedi shundan uni kelmaydi keyin 3-ayning 8-mi 9-i bizning Qozog'istonga kelib 7-chislagacha ziyorat qilgan bo'ldi 7 kun uda o'sha hamma atrofda qabul qilib elib bu xabar reportaj qilib ishlab mukammal ishlash uchun tayyorgarlik qilib 5-ayning 17-kuni Amerika Savdo birlashmasi kollektivi Beijingga tushgan kuni bu axborotim Amerikada e'lon qilinadi e'lon qilinib bilan mening o'yim darhol 2 soat qamalab bizning bexatarlik Qozog'iston davlatlik Almatoy shaharlik bexatarlik idorasidan bir o'rus bir qozoq bexatarlik idorasiga odamlar kelib bastlik
ön butunlay tintib ham meni aqtirib qulada hech qanday qog'ozim yo'q ularniki. Faqat kinishkisini ko'rsatgan bo'ldi. O'yinni oxirlarigacha tekshirib, mana shu joyda boshlasam sonra tushirib olgan bo'ldim o'yin oldida. Shunday qilib oxir meni u yerda hech qanday bexatarlik kabilat egolmay ular kelgan vaqt payshanba kuni men juma, shanba kuni ilim yakshanba kuni kechdimi, shundan 2-3 kun o'tmaylam Turkiyaga qaytishga majbur bo'ldim. 5-oyning 20-si qochdimmi? Mana 5-oyning 20-si Turkiyaga kelgan bo'ldim. Shu alliqda 3-oyning 5-oyning men Qashqacha bo'lgan alliqqa qadar bizning uyda ayolim soat 12 gacha isminida tursa, va 12 gacha uxlab olib 12gacha uxlab Xudoyim asqaran ajab turmadim bu. Kesib o'tibsizmi yana? Ha? Nima bo'ldi bu? Chiqib turdi ya. Endi nima qildim? Qo'lim tegatdimi bu apparatga? Nima tegatdi bu endi? Ha. Shuni 12gacha ayolim turdi, 12dan keyin men turaman. 12gacha ayolim turdi, kuzatdi. Eshik derazani qarab chiroqlar hammamiz yana talaniki. Uyning ichidagi yorong'i, sirtnikini yorib qo'yib, haliqi ba'zi kunlarda bor, kirsa o'g'oqlarni chopaman der, eshikni kirib har xil qiltaqlarni qurib, shunaqa vahimada endi bolarim hatto bildirmayman desakmi, baribir bolalarmi atrof bilib qoladi bizning u yerda unda andikida yashagandan keyin. Ashuna holat tutdik. Kechida 20 taqarqcha men turmay ashuna qilib 5-oyning 20 kuni men chiqatgan bo'ldim, bolalarni tashlab. Ular vahima chitilib qolib qoldi. Turkiyaga kelgandan keyin shu 4 oydan keyin anka ailamni jaqlab akeldim. Aeroportlarda qattiq qiynaldi. Turkiyaga kelgandan maqbularning BBC'ning hammasiga u Qozog'istonda ochilmagan, Birlashgan Xalqlar Agentligimiz dalanmagan narsalarni dedi. Bunaqa qiyin qisloqlar oldi, manda qoldim degan narsalar. Men Qozog'iston vaqtida dalanmagan, chunki Qozog'iston degan bu mustaqil mamlakat bo'lsa, bundan bexatarlik qilmoqni hech qanday idora va organ yo'q. Yoki shaxslar yo'q. Shuningga men amalsiz nurg'un narsalarni ochiq oshkora dalanmagan, vashiliklarni. Shuning bu Turkiyaga kelgandan keyin nurg'un ahvollarning eg'ir ahvollarini degan bo'ldim. Undan o'ta eg'irlarni, ya'ni Yevropaga kelgandan keyin ahvollarni yetkazgan bo'ldim. 2018 11-oyda Yaponiya hukumatidan chaqiriq avatib Yaponiya hukumatiga borgan bo'ldim. Yaponiya berish oldida Amerikaga chaqirildim, ammo Amerikaning parlament a'zolarining avatgan chaqiriqlari, Mark Pompeo avatgan chaqiriqlarini Amerika Qo'shma elchiligi qat'iy rad qilgan holatda meni viza belgilanmadi. Xitoy parast bo'lgan ekan. Shuning bilan uni vizani ololmay 11-oyda shuning bilan keyin bu Yaponiyaga ketdim. Yaponiyaga bir 11 kun bu zulmlarni anlatgan bo'ldim. Yaponiya hukumati ajoyib tezlam Xitoyga qarshi hushyorligini oshirib, tadbirlarni olib shu vaqtda 200 F-35 artilleriya zakaz qilib Amerikadan o'zining davlat mudofaasini qattiq kuchaytirgan bo'ldi. Undan sizlarning xabaringlarda bor. Undan keyin bu shu Chexiya hukumati chaqirib Yevropadagi Xitoyning qattiq biqinib kutib olgan, hatto o'zining ministrlarining, podshohlarining ularga nisbatan bu savdo kelishimlari va yoki mana shu davlatning iqtisodiy munosabatlarining kundan-kunga kuchayib Xitoyning Astriddan iqtisodiy kontrolga o'tkazib olganligini, ya'ni o'zining davlat manfaati va milliy manfaatini ko'zda tutgan shu parlamentdagi xizmatchilar va yoki millat suyarlar, vatan suyarlar shuni maxsus meni chaqirtib Chexiyada buni anlatgan bo'ldi. Har qatımlıq yığınğa bu 200 neçə adam qatnashib, odat u Chexiya tarixida ondancha adam yığınğa qatnashmaydi ekan. Bu zulmlarni olib, bu Xitoyning bu darajada vahshiy narsa bir ekanligini asla ular o'ylab boqmabdi ekan. Shundan keyin ular birinchi olib Huawei'ga zarba bergan bo'ldi. Hozir mana Xitoyga qarshi ularning faoliyatlari shunchalik yaxshi. Belgiya hukumati shu sari viza berishni qo'rqdi menga. Yarcha Yevropaniki birlashmasining markaziy nimasi bo'lsa-mu, u Xitoyniki besimlardan qo'rqib, menga viza berishni boshlatdi.
buni naq shu o'zingiz bilgan sog'liqni ishlar ministrligining o'zlarining degan gaplari bu. Uni boshlatdi keyin 2019-yili 3-oyda bu Gollandiya hukumatiniki bizning ishlar Sharqiston Uyg'ur ma'rif jamiyatidagi qarindoshlarimizniki talab qilishi bilan Gollandiya hukumati menga vizani berdi. Shuni bilan biyaga, keyin 3-oyning 9-kuni dastlabki Germaniyaga tushdim. Germaniyada buni qisman anlatgan bo'ldim. 3-oyning 17-kuni shuni Jenevada bu to'liq guvohlikni berdim. Men o'ylabdiman, mendek bir odamning ashunda qilganligini mening guvohlik berishim hamda G'ayrat Samarqand ham boshqalarniki guvohlik berishlari bilan bo'lganikin bu aniq bo'ldi-ku, cho'qim to'xtaydi deb o'ylabdikan, amaliyot undaq bo'lmadi. Hech qanday bir ta'siri bo'lmadi. U yerdan qaytib kelib Gollandiyaga o'tgan 2-kuni berdim. Amaç onundan keyin Shvetsiyaning bexatar idorasida, hukumat parlamentlarida bu cho'ng guvohliklarni berib, nihoyat yaxshi ta'sir qilib, shu Sarayevo Sovet bayroq ishlarimiz shu chaqda amaliyalashgan bo'ldi. Bu zulmni anglagandan keyin. Shundan keyin men bu yerda Gollandiyada qilishga majbur bo'ldim, chunki meni Jenevadagi yig'in qatnash qatımda muxbirlar, ashadagi ambasadorlar, sening endi hayoting sen boshqa ketanmaysan, Turkiyaga ketma. Mumkin qadar Yevropada qolmasang, Turkiyada sen bunu Turkiyaning vaziyati andaq. Mesela Turkiyada tahdidlar yig'irdi. Özümüzün Uyghur ve Kazaklarının tehditleri, Türklerin to'xtamay mashinalar aqlarimizni shu charlab kuzatib agish mingishlari Anqarada bo'lsin. Turkiyaning bir 8-10 viloyatga ketib yig'inlar konferensiyalarni o'rnashtirgan bo'ldik. Shuni o'zim mashina tehditlar to'xtamagan bo'ldi. Oxirida anondan keyin bu shuni sayga ketsang, sen hayotda tehdit uchraydi. Yo'q o'tishing mumkin, dengizga tashlanib ketishing mumkin, yoki o'tirib ketishing mumkin, yoki sen akutish mumkin. Shunisi eng yaxshisi Yevropa qonuni yaxshi deb. Shuni o'zimning bexatarligimni o'ylagan asosda Yevropa qilishga majbur bo'ldim. Ta shu hozirga qadar mana oilamni jam qilganda bir hafta bo'lmadi. Shu 2-oyning 24-kunida jam bo'lib, Amsterdamga kelgan bo'ldim. Hozir birga yashayapman, hayotim mana o'shagicha. Bu ko'rganlar emas haqiqat. Men buni Allohlarga hech qanday bir saxtlikni alashtirib, bo'lmagan narsani bo'ldi deb so'zga yalrim yo'q. Ko'rganda ko'rdik, uning ichidagi eng vahshiy qilmishlarga guvohchi bo'ldik. Men shu vaqtdan bu jinimni atab etgan, chunki Xitoyning bizdagi bir o'tirik shohidlarniki bu darajada bir g'ulg'uli qo'zg'ab ketadi xalqaro deb asla o'ylamagan, o'zi qattiq ishongan. Eng oxirida o'zining bu darajada bir insonning shu bir guvohlik bilan bu darajada holat gaplashishni ular asla o'ylab boqmagan. Chunki haqqoniyat, haq hech qachon, adalat har qachon naqsning ustida turadi. Biz hur bir insonmiz. Biz hayvon emasmiz. Biz o'zimizning haqqimiz uchun har qachon kurash to'xtatmaymiz. Men hamini bilaman, Xitoyning meni o'ltirib taqalligiga, lekin men o'limdan qo'rqishim yo'q. Va shuni ichida mana shunday bo'lgan, o satda mana shuni o'xshashlar. Turkiyada Yusufjon otdi, ammo shu vaqtda asli bizga atilgan o'q, ammo Yevropada bo'lganligimiz uchun ular bizni atlanmoqdan bo'lishi mumkin. Lekin ular amini bu qasd qilishni to'xtatib, biz uxlamda ular uxlagan yeri yo'q. Men bu haqiqatda hech qachon anqargacha jinim tanimda bo'ladi ekan, bu qarindoshlarimizniki bu o'lim lageridagi bu vahshiyliklar va xorishliklarga har qachon guvohlikda biz maydonda biz.